atak takoy mashina ekan, bori oddiy Jiguli bo'lgani bilan, chunki bu superkar qilib tuning qilingan. Buni minib haydagan odam mazza qilsa kerak, no qiladimi qilmaydimi bilmayman. Atak minib ko'rishim kerak. Men ham telefon kelyapti. Malo eshitaman. Bu Johami? Ha, Joha, nima gap? Senga bitta ish bor. Sen hozir 19-uyga yetib kel. Nimaga yetib kelishim kerak? Ish bor deb bari soq qolish, pulingni beraman. Nima ish ekanligini biroz tanishtira olasizmi? Yetib kelsang tanishtiraman. Mayli, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Joha va sizlarning yangi videoimda. Sizlar albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib oxirigacha ko'rishni unutmanglar. Bu men uchun esa juda ham muhim, sizlar uchun esa oson ish. O'shaning uchun bosib qo'yaveringlar. Hozir bu polizdagi ekinlarni yig'ishtirib turib, janob merga olib borib solonni berib, keyin o'sha ish bor degan odamning uyiga boraman. Qanaqa ish bor ekan u uyda bilmadim, lekin soqqal ish deyapti. U pulni beradi degan, bu degan. Pul bersa juda ham yaxshi degan. Pul bo'lmasa ishlab bo'lmaydi o'zi. Pul bo'lgani ham yaxshi. Doim shu yerga bitta qochib qoladi. No to'g'rilaman har doim. Hozir sud ichiga tushib qolgan hosillarni yig'ishtirib chiqayinda. Men bu tomonga bug'doy ekib chiqaman. Qolgan joyi kartoshka eksam ham bo'laveradi. Yarmigacha ekaman buni. Tak men bu yerga kartoshka ekdim aytgan, sabzi ekishim kerak bu yog'iga endi. Va takoy mana juda ham chiroyli bo'ldi. Menimcha chotki bo'ldi. Ana endi soliqlarni olib borib janob merga beraman. Alo, telefon qilmabdi, SMS yozibdi ekan. Manzilni tashlabdi. Hozir manzilga yetib borishim kerak. Mana-ku manzili. Bu nima shuncha yaqin joyga bir kelib aytib ketsa bo'ladi. SMS yozmasdan, telefon qilmasdan turib. Uning egasi qaysi ekan? O takoy mashina ekan, lekin bor Osog degan mashina. Yorvaration. No, ana parkovkada turgan mashinadan ham zo'r mashinaga o'xshayapti. O'zini chaykalari bor ekan, shunaqa narsalar. Assalomu alaykum Jitel. Va alaykum assalom. Sen Johamiding? Johaman, shu mashina siznikimi? Men yangi sotib oldim, qalay? Chotga bitta minib ko'rsam bo'ladimi? Ha, minib ko'r. Xullas, mana shu mashinaga garaj qurish kerak. Garaj? Garaj. Bo'ldi, es qilamiz albatta. Lekin bitta minib ko'raman baribir, qarab turing. Hozir soliqlar berib kelay janob merga, lekin rostdan ham chiroyli mashina ekan. Bemalol minib ko'rsam ham bo'ladi, haydab ko'rsam ham bo'ladi, o'zimga o'zlashtirib olsam ham bo'lar ekan. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jo'xa, nima gap? Har doimgidek soliqlarni olib kelgandim. Yaxshi. Bo'pti, unda borib ishlaringni ko'ra qol. Mayli. Yaxshi, hozir uyimdan asbob-uskunalarimni olib kelishim kerak. Keyin ish boshlayman. Ya'ni garaj qurishni boshlash kerak. Garaj qurib ber deyapti. Hozir mana shu yerda adashmasam kirka va boshqa narsalarim bor. Bitta kirka olsam, bitta tapor olsam yetadi. Yana daraxtlarim bor. Taporni o'zi keragi ham yo'q. Короче, quruvchilikni boplab qo'yaman, u har doim o'zi. O'shanga hozir bu marta ham boplab qo'yish uchun tezroq boshga harakat qilyapman. Men bu yerdan toshlarni olaman birinchi. Toshlarni to'liq olganimdan keyin nechta tosh olsam, 20 ta olsam bo'larmikan? 20 ta olib olayin. 20 tadan ko'p yoki kam bo'lishi ham mumkin. Tag qismiga tosh qo'ysam, menimcha chiroyli bo'ladi garajga yoki boshqacha qilayim. Kommentariyaga yozinglarchi, o'zingizlarning ideyalarini. Men o'qib ko'raman hammasini, kommentariyani o'zim o'qib turib javob yozaman. 25 ta ortig'i bilan olib oldim, birdaniga yetmay qolsa keyin yomon bo'ladi deb turib ko'proq olib oldim. 20 ta olsam ham o'zi yetardi. Xo'sh, qanday usulda qursam bo'ladi? Bitta haydab ko'ray degandim mana bratanga. Avval haydab ko'rishim kerak. Brat haydab ko'rsam bo'ladimi? Haydab ko'r, mayli, faqat buzib qo'yma. Xo'p, buzib qo'ymaslikka harakat qilaman. Xo'sh, takoy, normali. Xo'p, hozir asta haydash kerak. Juda ham tez yurar ekan. Orqa buzib qo'ydimmi? Mayli, hozir bu tomonga. Xo'sh, bir amallab joyiga qaytarib qo'ydim. Biroz qiyinroq ekan bu mashinani haydash. Endi mana bu yerni garajni qurishni boshlayman. Tinchgina haydab ko'rganimdan ko'ra, agar buzib qo'yadigan bo'lsam, keyin dabdala bo'lib ketadi. Buzib qo'ysam, buni to'lash kerak keyin. Yangi mashinaga pul to'lashi uchun menda pul yo'q-ku. O'shaning uchun tinchgina indamay qo'ya qoldim. Voy, asta tushaman. Mashinani to'g'ri orqaga haydab borsam, hozir menimcha garajga to'g'ri kelsa kerak. Sal o'ngroq olib borish kerak. Obbo, buzib to'xtanglar. Nima bunaqa g'alati bu mashina? Bitta garajga joylashtirish shunchalik problema. Biratan qanday haydab chiqib aylantirib keladi mashinani bilmayman. Hozir nimani bosib yubordim. Qanaqadir tugmalari bor ekan mashina ichida bosilib ketyapti. Hozir ozgina va menimcha shu yerda tursa ham bo'laveradi. Xo'p, normal. Ana endi bu yerga bloklarni qo'yib chiqish kerak. Uni bir qator orqaga olaymikan? Yo'q, hammasi chotga. Xo'p, buni yopib qo'yamiz. Bu yerda toshlar yo'q edi-ya, aytgancha yo'q ekan. Qanaqa usulda qilsak bo'ladi? Bir qator orqaga qaytaraymikan yoki?
Yo'q, nimadir qilish kerak. Yo daraxtdan qo'raymikan. Hozir bir qator orqaga qaytarganim ma'qul ekan o'ylab qaradim. Xo'p, mana toshlar cho'ta yetmaydi-yo va yetar ekan, yetmas ekan emas, yetar ekan. Mana bu yerni to'g'rilab olish kerak. O'rtaga toshlar turibdi-yu, o'shalarni olib olish kerak edi. Bu yerni to'g'rilab olish kerak, qarochi. Hammasini cho'tki qilish kerak. Mana bu yerdagilar xato qo'yilgan, nima balo, nimaga bunaqa qilganman bilmadim. Hozir adashib qo'yib yubordim-ku. Yetmas ekan. Adashmay to'g'ri qo'yish kerak ekan mana. Takoy 4 ta blok qoldi. Yetarmikan? Tak. Как раз 0-0 ekan, sherga yetar ekan o'zi. Endi bu yo'g'ini taxta bilan qilishni boshlayman. Mana bu yerini shunday bir qator to'ldirib yuborsam, orqasini mana shunaqa qilsam chiroyli turadi menimcha. Chiroyli turishiga emas hamma gap, muhimi hamma joy yopilishiga gap. Yopilmasa bu tashqarida qolib ketsa sovqatadimi yo'q? Mashina qayerda sovqatishi mumkin? Tasavvur qilinglar. Baribir muzlab qolsa, tasavvur qilinglar-da, muzlab qolsa yurmaydi-ku, baloni aylanmay qolsa bo'lmaydi keyin. O'shaning uchun bir amallab mana shunaqa qilib chiroyliroq qilib, harakat qildim chiroyliroq qilishga va juda ham chotki chiqdi menimcha. Endi ana u jetelga aytayinmi yo, mana bu yerda bir qator yopish kerak baribir. Shunday chiqib kirsa bo'ldi, mana shu yerdan sig'sa bo'ldi. Voy jetel, men ishlarni tugatdim. Yaxshi, valday zo'r qilibsan. Menga pul berasanmi axir? Kartang bormi? Kartangni tashlab beraman. Kartam bor, tashlasang bo'ldi. Bo'p, tashlab qo'yaman. Qarochi obunachilar endi menga kartamga pul tashlab beradi va shunaqa ishlar bilan shug'ullandim bugun. Albatta kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni hech qachon unutmanglar. Doim esinglarda bo'lsin. Xayr, keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar.